Assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, yurtdoshlar, kuzatuvchilar. Mening ismim Mashhurbek. Men qurilish sohasida 16 yillik tajribaga egaman. Oxirgi 7 yilim geodeziya yo'nalishida kelyapti. 7 yilni, 5 yilni Rossiyaning katta shaharlari, asosan Moskva shahrida faoliyat yuritdik. Hozirgi paytda O'zbekistonimizning Toshkent shahrida, ya'ni poytaxtimizda faoliyat yurityapmiz. Bizda hozirgi vaqtda 2,5 mingga yaqin kvartira qurilish ishlari ketyapti. Bizni sohamizga qiziquvchilar ko'pligi sababli ko'p tanishlarimiz, ukalarimiz iltimoslariga binoan geodeziya sohasini qo'ldan kelgancha bilimlarimizni sizlar bilan bo'lishga va ham ko'rishga harakat qilamiz. Aziz yurtdoshlar, qo'llab-quvvatlab tursanglar, xudo xolasa qo'ldan kelgancha ilmlarimizni bo'lishamiz.